Qarasang, fermaga qarab bo'lmasa, topshirdan kalitlarni bu yoqqa berdi, chiqib ket qishloqdan. Bizga kerak emas. Yana bu yerdan chiqqan narsani qarang. Odamning suyagimi, bilmadim. Olib tashla. Odamning suyagi degandek bo'ldimi? Qanaqasiga odamning suyagi bo'lishi mumkin? Tak, bu qishloq qabriston ustiga qurilmagan. Hammaga salomlar. Mening ismim Bruno va men manyakman. Ha do'stlar, tushunsan, u yerda odam o'tiribdi ekan. Eshitib qolgan bo'lmasa bo'lish qilib, tak instrumentlarni olamiz va chiqqanmiz. Birdam o'ylab topish kerak. Xo'sh, daraxt chopuvchi manyak chiqdi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Nima manyakman deysanmi? Ha, men daraxt chopuvchi manyak bo'laman. Shunchalik daraxtlarni zo'r va beshafqat chopamanki, menga shunday laqab qo'yishgan. Ha, yosh ekansan. Ha, yosh bo'lsam ham zo'r daraxt chopaman. O'zi nimaga mersizni urishyapti? Qanaqangi suyaklar haqida gapirdi. Menga aytib bering. Gap shundaki, xo'sh, meni agarodimdan suyak chiqdi. Suyak ha, odamniki bo'lishi mumkin. Odamniki bo'lishi mumkin. Qiziq. Agarodingizni o'ziga nima qildi? Nimaga mer baqiryapti? Xullas, agorod qurib ketgan. Istasangiz yordam berishim mumkin. Nimaga? Yangilab ag'darib beraman. Yaxshi bo'lardi. Mayli, unda shu bilan shug'ullana qolay. Ha, isming nima o'zi? Ismim Bruno. Ha, xo'sh, yaxshi do'stlar, yaxshi umid qilamanki, hozir yordamni bersam, xayoldan chiqib ketadi aytgan gaplarim. Tak, rostdan suyak. Wow. Xo'sh, rostdan odamniki ekan. Qayerdan biling? Men buni bilishimdan sabab men shunchaki med kollejda o'qiganman. Yo'q, nimaga unda daraxt chopib yuribsan? Shunchaki menga yoqmadi. Menga ko'proq tabiat yoqadi. Больница esa yo'q, lekin bilimlarim qolgan. Shuning uchun ham bilaman odamniki ekan. Yaxshi. Bo'ldi. Tak. Sekin hozir bularni hammasini yangilab beraman. Tushunursin. Bilib qolishga sal qoldi. O'zimni tiyib yurishim kerak. Axir bu yerda bir o'zim yashamayman. Eshitib qolsa yomon bo'lardi. Tak, yaxshi. Bularni hozir hammasini terib ishini qilib beraman-da. Ko'raman. Qanaqa yerdan bu yerga suyak kelgan bo'lishi mumkin ekan. Xo'sh. Tak, o'zingizni ismingiz nima? Mening ismim Max. Ha. O'zi nimaga bu yerda yashab yuribsiz? Bu yerni yaxshi rayon emas deyshadi. Ha, tak, hozir yer olib kelish kerak. Yer mana shu yerdan olsam bo'ladi. Xo'sh. Ajoyib. Shunchasi yetib qolar. Qaysi zapasi bilan ola qolay, mana bo'ldi. Shunisi aniq yetadi. Qayerda qolgandik? Menga aytmoqchi edingiz rayon haqida. Ha, men bu yerda yashashimdan sabab shuki, men qamalib chiqqanman. Qamalib chiqqansiz? Ha. Nima uchun? Aytmaganim ma'qul. Sen ham so'rama. Xo'p, mayli, so'ramayman. Sizda chelak bormi? Ichkarida sandiqda. Okey, hozir ko'ramiz. Xo'sh, chelaklar bor. Hozir bularga qo'shni agaroddan suv olaman. Quduqdan olib kelmaysanmi? Yo'q, belim sinib ketmasin. O'rmonchiman deganding-ku. Ha, o'rmonchiman. Shuning uchun ham belimni asrashim kerak. O'zimni odatiy ishimni qilganda belim sinib ketmasligi uchun. Ha, mayli. Tak, bo'ldi, mana bu yoqqa va bu yerlarga ham hammasini hozir yaxshilab to'kib sochib chiqqanmiz suvni va bo'ldi. Qolganini ag'darishkasida matiga bormi? Yo'qotganman. Okey, mayli, unda bularni shunchaki shu yerda qoldiraman va men ketdim. O'zimni o'rmonchilik ishlarimni qilaman. Mana senga pul. Shart emas edi. Yo'q, ola qol. Ha, mayli. Bo'ldi. Tak, hozir narsalarimni olib chiqay. Tushunursin. Ha, mayli, juda ham ko'p narsalar aytib qo'ymadim degan umiddaman, chunki yomon. Bu cholni bular nima qilsa bo'lmaydi. Haddan ortiq narsalarni aytib tashladim. Kerakmas narsalarni sezib qolgandir. Qarilar sezgir bo'lishadi. Endi basharasidan ko'rinib turibdi, oddiy odam emas. Bu yerda nima qilyapti? Tak, hozir tushunursan. Buni olish kerak. Nima qilyapsan? Mana buni olib tashlay. O'zi bo'y senga yoqdimi? Aytishlaricha bu yerda manyak yashagan ekan. Manyak? Menga aytishmagandi. Yo'q, qiziq, bilmagandim bu haqida. Yo'q, sen ham laqabing manyak. Ha, va manyakning uyida yashaysan. Manyakning uyida? Rostmidi bu? Ha, bu gap rost. Men o'zim uni tanirdim. O'zingiz? Ha. Qo'yil, ismingiz nima edi? Ismim Max. Stop, do'stlar, Max. Meni bobomning ismi esa Maksim edi. Maksim esa qisqartmasida kakras Max bo'ladi. Nahotki bobom bo'lsa? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Axir meni bobomni qamab yuborishgandi. Umrbodga hech kim bilmaydigan topmas qamoqxonalarga. Xo'sh, merdan so'rab kelish kerak. Tushunursiz, mana bu yo'q, bu emas, mana bu uy edi. Xo'sh, eslab qolish kerak oxiri. Janob May kirishga mumkinmi? Xullas, meni yonimda kichkina uyda qamalib chiqqan odam yashar ekan, shu gap rostmi? Ha, rost. U nimaga qamalgan o'zi? Men so'rasam aytmadi. Aytmaydi ham-da, chunki u manyak bo'lgan, juda ham ko'p odamlarni o'ldirgan. Yo'q, bizni qishlog'imizda yo'q qo'lga tushgan. Tushunursan, rostdanmi? Ha. Wow, meni uyimda ham aytishlaricha manyak yashagan ekan. Bilmadim. U bo'lmasa kerak, chunki sen uyingdagi yashagan manyakni ancha yillar avval qamab yuborishgan, umrbodga. Tushunarli.
tushunursan. Ha, bo'lishi mumkin, balki qo'yib yuborishgandir va bu bobomdir. Menimcha uni kuzatish kerak. Bo'lishi mumkin, katta ehtimol bilan bobom bo'lishi mumkin, lekin ismi mos tushyapti. Manyaklik uchun qamalgan deyapti. Tak, menda lekin uni kuzatishga hech narsa yo'q. Kamera o'rnatish kerak uyga. Ha, lekin bilmadim qayerdan topsam bo'lar ekan. Agrotingizni ag'darmaysizmi? Hozircha yo'q. Ha, mayli, men unda ishimni qilishga ketdim. Tushunursan. Xo'sh. O'ylash kerak, nima qilishim mumkin? Ha, mayli. Bu boboy biror nima qilib biror yerga ketishini kutish kerakda, narsalarni yaxshilab titkilab ko'rish kerak. Nima bo'lishi mumkin ekan? Ha, bilmadim. Chunki aniqlashtirmasak bo'lmaydi. Nahotki bobom bo'lsa nima? Ha, tushundim. Xo'p, bugunmi? Tayyorman. Da, hozir boraman, uyimni qulflay. Xo'p, ko'rishamiz. Qoyil. Ovga chiqish vaqti dedimi? Ha, mana bu endi juda ham g'alati. Nima uchun sobiq manyak ovga chiqish vaqti deyish mumkin? Xo'sh, ko'rinishdan hayvonlar ovchisiga o'xshamaydi, balki bu ideal vaqt. Hozir uyga kirish mumkin bo'ladi, lekin tushunursan, tak. Kamera sotib olish kerak. Birinchi navbatda uyga qo'yib chiqaman. Xo'sh, kimdan so'rasam ekan? Oppa, mana jitel. Hoy, jitel. Ha, meni eslaysanmi? Ha, yangi qo'shnisan. Xullas, menga elektronika do'koni kerak. Bilmaysanmi qayerda? Maraz rayonidan chiqishda katta uy bor. Tom chiroyli ana o'sha yerda. Maraz rayonidan mana bumi? Ha, mayli, rahmat. Tushunursan, shunchaki aytib qo'ysa bo'lardi orqadagi katta uy deb. Xo'sh. Hoy, kirishga mumkinmi? Ha, mumkin. Salom. Wow. Menga xullas kamera kerak. Kamera qanaqasidan? Kuzatuv kamerasi. Ha, kompakt yoki farqi yo'qmi? Farqi monitorli bor ekan. Mana shunisidan olaman kuzatuv kamerasini. Agarda blokni tagiga qo'ysangiz 360 bo'ladi. Bilaman. Yaxshi. Mendan qancha bo'ladi? 16 ga 200. 16 ga 200. Tak, mana 16 va $200. Bo'ldimi? Bo'ldi. Yana kirib turing, albatta. Yaxshi, endi esa kameralardan tushunursan, jitel turibdi. Topdingmi? Ha, rahmat. Men rahmat deyishim kerak edi. Rostdan ham. Uzr, men ismim Max. Ha, tushunursan, buncha ko'p bu qishloqda Maxlar. Shunday endi keng tarqalgan ism. Ha, qoyil. Tushunursan, hamma tarafdan Max, bom Max, mana bu yerdagi qamalgan chol, manyak Max, mana bu jitel Max. O'zim yaqin orada Maxga aylanib qolaman. Tak, bo'ldi. Endi esa ana u qishloqlik ketishini kutish kerak va kameralarni o'rnatamiz. Xo'sh do'stlar, bo'ldi. Endi ketishimiz mumkin. Chunki asta-sekinlik bilan kamerani qo'yamiz va o'rmonga otlanamiz. Xo'sh, bo'ldi. Chunki bir ikkita daraxtlarni chopib kelib qo'ymasam, ana u chol baribir shunqa qilishi mumkin. Tak. Xo'sh, lekin mana bu yerda tushunursan, budilka teruvchi jitel bor, ko'rib qoladi, tikka kirsam. Xo'sh, bir nima qilish kerak? Aynan eshigini anchadan kirmasam ham uyning orqasidan kirishim mumkin bo'ladi. Xo'sh, qani ketdik. Sekingina shunchaki aylanib yurgandek qilamiz va mana bu yerga reysga o'tib olamiz. Bo'ldi. Mashina esa bu yerdan o'tishimiz kerak. Shu yerdan kamera qo'ysam bo'ladi. Yaxshi, uyni mana bu joyga qo'yaman. Ajoyib, 360 likni ulaymiz. Qo'yildi. Yaxshi, qani kirib ko'raylikchi va hammasi ko'rinyapti, yaxshi butun uy endi bizga xuddi kaftimizdan ko'rgandek bo'ladi monitor orqali. Hey, sen nima qilyapsan bu yerda? Nima? Qayoqqa kamera o'rnating? O'rnatganim yo'q, ko'rdim-ku. Mana bu uyganmi? Yo'q. Qo'lingda monitor turibdi. Ukam, men bilan o'ynashma. Mayli, men bu yoqqa keling. Nimaga? Bu yoqqa keling, bir sirni aytaman. Xo'sh. Xullas, men blogerman. Bloger? Ha, mana bu cholni xullas manyaklikda ayblayapman. Baribir qamoqdan chiqqandan keyin ham shu ishlarni qilyapti deb, shuning uchun ham men bu sirni ochmoqchiman. Yo'q, ha. Unda mayli, ishingni qilaver, xalaqit beramayman. Yordam kerak bo'lsa aytasan. Bo'ldi, aytaman albatta. Meni ham videoni oxiriga yozib qo'yasan dasmamni, albatta. Ana u tarafdan kelganda qo'lda iPhone paydo bo'lgandi. Bilasanmi? Men o'ylab qoldim, qayerda cholda iPhone bo'lishi mumkin, ha? U kimdir o'ldirgan bo'lsa kerak. Ha, albatta videoga qo'shaman bu ham. Rahmat. Isming nima edi? Bruno, eslab qoldim. Tushunursan, yolg'on ustiga yolg'on to'qishga to'g'ri kelyapti. Ha, mayli, nima bo'lgan taqdirda menda mer biz tarafda biror nima bo'ladigan bo'lsa, yordam berishi aniq. Endi esa mana bu kameralarni o'rnatish kerak. Mana bu yerga qo'ysam-chi, buni ham sezdirmaydigan qilib. Xo'sh. Yo'q, ko'rinmas ekan. Yoki juda ham balandga qo'yish kerak yoki boshqachasiga. Mayli, hozir boshqachasiga qo'yib ko'ramiz. Oddiy ko'rinishida mana bu yon tarafidan o'ylashimcha bunaqasiga yaxshiroq turadi va qani ko'raylikchi. Xo'sh, o'laymiz va mana bu boshqa gap. Mana bu yerdan yaxshi ko'rinyapti. Mana bu yerdan bemalol ko'rish mumkin. Endi esa uyga kiramiz va sekingina ketishini kutamiz va chol qaytishini. Xo'sh, yaxshi. Endi nima qilsam ekan? Xullas do'stlar, bo'ldi. Men mana bu yerga kelib oldim va agarda chol keladigan bo'lsa, uyimda yo'qligimni ko'radi-da. Tak. Rostdan ham o'rmonga ketgan deb o'ylaydi.
xo'sh nima qilay, qo'lda quti turibdimi? Ha, qo'lda quti. Qiziq, tak, qulfni ochdi va ichkariga kirib ketdi. Xo'sh, qani biz ham ichkarini ko'raylikchi hozir. Tushunarsiz, nimaga o't olmayapman? Yo, hozir va yana chiqib, ha mana qutini qo'yibdi. Hozir qayoqqa ketyapti bu? Tak, orqaga o'tib ketdi. Jin ursin ko'rmay qoldi. Ha, mayli, lekin orqada nima bor ekan ha? O, tak, qaytayapti, yaxshi. Xo'sh, kimsan? Jin ursin, bobomsan yoki oddiy manyakmisan? Xo'sh, mayli, qani. Qutini jin ursin, axir ustiga bossa ochiladi-ku, bu sandiq emas, ko'rinmaydi nima borligi. Yo, nima qilsam ekan, nima bor ekan ichida? Ha, mayli, borganimiz ma'qul. Hozir asta aylanib o'tamizda, yonidan borib ko'ramiz nima ekan. Xo'sh, faqat meni ko'rib qolmasa bo'lgan. Yaxshi, bu juda ham xavfli operatsiya. Umid qilamanki, like bosasizlar. Xo'sh, hozir ko'ramiz qani. Yaxshi, oz qoldi. Hozir hammasi bilan va mana qutilar shu yerda turibdi. Tak, qani qaysini ochsam ekan? Bunisida hech narsa yo'q. Tak, bunisidachi?